Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Ro'za Ramazon kunlari bilan charchamayapsizlarmi ro'za tutayotganlar? Sabr bersin Allohim hammamizga. To'g'rimi? Nima dedilaringiz? Sabrli qiladi Ramazon oyi. Hammani nima dedim? Ovqatdan sabrli qilib, boshqa narsalarga ham sabrli qilishni o'rgatadi, to'g'rimi? Qur'on kitob o'qing, tilovat qiling deb yozibsizlar. Shunga meni javobim, men Qur'onni 30-marta o'qiyapman, faqat kirilchasini, arabchasini ham harakat qilaman o'rganishga. Mana sizga hozir Qur'on kitobimni mana o'qib o'tiribman, hozir ham harakat qilaman doimiy o'qishga. Mana Qur'on kitobini hozir nechinchi 518-betiga keldim. Hozir o'qidim. Mana bu joyini sizlarga ataylab qoldirib ketaman. O'qib chiqing. Mana shu betini imminni. Nega deng? Chunki mana Yosin surasini ham o'qiyman. Mana Yosin kitobim. Yosin surasini Yosin Taborak va ba'zi suralar bor. O'shanda asosan Yosin surasini shu bomdod namozidan keyin birinchi Qur'on kitobimni o'qiyman. O'qilganimcha harakat qilaman 10-15 varaq o'qishga ertalab bomdod namozidan keyin. Sizga ham tavsiya qilaman. Keyin Yosin surasini o'qiyman. Keyin Vaqf surasi bilan Mulk surasini o'qiyman. Shuni harakat qilinglar o'zlaringiz uchun. Keyin qaranglar, men kitob tutganman, daftarda bu yerda o'zimizni payg'ambarim Allohimizni 99 ta ismiga o'zimni niyatimni yozaman ertalab. Sizlar ham shuni amal qilinglar. Har doim harakat qilaman, har kuni. Sog'lig'im to'g'ri kelsa, bir xilda endi mazangiz bo'lmay qoladi, gripp bo'lib qolasiz, har xil vaziyat bo'ladi. Hamma yoshlarga, hamma o'zim dugonalarimga, yaqinlarimga, jigarlarimga tavsiya beraman. Shuni o'qingizlar, Alloh mo'jizakor, hamma orzu umidlaringizni amalga oshiradi. Chunki menikini Allohga shukr amalga oshiryapti. Borlaringizga Allohga shukr. Shu sizlarga chiroyli javobim. Keyin yaxshi niyat qilaylik. Bu dunyoda faqatgina yaxshilik qoladi. Shuni esdan chiqarmang. Alloh panohida bo'ling. Boringizga Allohga shukr. Yaxshi kunlarda